Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan Sherzodbek ajoyib bir yangilikni yetkazib qo'ymoqchiman. Sababi juda ham ko'plab inson uchun foydali bo'ladi degan umiddaman. Sababi azizlar, juda ham ko'pchilik insonlar 14 kunlik viza bilan, 3 oylik viza bilan, undan tashqari turistik viza bilan kelib, imonni mana shu Litva davlatidan 2 yillik birinchi ID kartasiga topshirib 1 oy ichida olishyapti. Siz ham olishingiz mumkin. Hozirda Litva davlati noyabr oyigacha muhlat berdi. Mana shu oygacha Litva territoriyasiga kelib hujjatlarni переоформлениясini qilib olinglar. Noyabrdan keyin xudo xolasa bunaqa 2 yillik birinchi ID karta berishligi to'xtatiladi deyilyapti, chunki bu уже rasman e'lon qilindi. Shuning uchun nima demoqchimiz azizlar, 2 oy ichida xudo xolasa mana shu 2 oy mobaynida to vizaga kirib vizangizni olib chiqishlik jarayoni bor. Ya'ni Alloh nasib qilsa 3-guruhimiz bilan сопровождениyaga chiqamiz. Agarda siz 1,5 oy 2 oyda ichida Schengen zonasiga kirmoqchi bo'lsangiz, marhamat mana Bolgariya направленияsi bo'yicha harakat qilinglar. Ertaroq vizani qo'lga olasizlar, ertaroq Litva davlatiga kelasizlar va 2 yillik birinchi ID kartasiga topshirib olasizlar. Bunaqa возможностьdan foydalanish kerak. Ya'ni 2 yillik birinchi ID karta olishligingizda ish beruvchi kompaniya, ya'ni работодательning o'zi shaxsan yordam beradi va mana shu hujjatlarni qo'lga kiritib olasiz, xudo xolasa. Sog' omon bo'linglar, gazini bosinglar.